Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz she'rsevar, kitobsevar do'stlarim, birodarlarim, sizlarga o'qiydigan she'rimiz kasbdoshimga. Gulshan ichra gullar oyi, gulshanoyim siz mening. Kunduz quyosh, tunlar yulduz, samo oyim siz mening. Ma'naviyat dunyosining adabiyot olami taxtidan bir o'rin olgan so'zga boyim siz mening. 50 yildan ziyod birga ko'nglimiz yaqin bo'ldi. Husni xulq, komil iymon, xush chiroyim siz mening. Ona o'shim bog' rog'lari sizga mahliyo mudom. Sizni ko'rsa oq bo'rashot, chashma soyim siz mening. Kasbimiz baxt zahmatini birga totdik beqiyos. Yoddan chiqmas xotiralar, ne borim siz mening. Borimda ham yo'g'imda ham birga bo'lganim siz. Kerak bo'lsa dardga darmon, turfadorim siz mening. Sadoqatning maqomida sizdek mehribon qayda, ko'nglimni hech qoldirmagan diloromim siz mening. Mukofotga o'ch bo'lmagan, begunohga begunoh, betama yo'l tanlagan sobit ravonim siz mening. Mehringiz oftobidan minglar parvarish topdi. Birga ishlab yurganim pok, beozorim siz mening. Fillarda yo'q sizdagi dosh, kitlar aytar tasanno. Ming janglardan omon chiqqan qahramonim siz mening. Kasbdoshni ochiq oydin so'zlay olar kasbdoshi. Lut lafzimda bor adolat, haq izhorim siz mening. Muallimga sabri toqat bergan Robga behad shukr. 100 yoshda ham bola ko'ngil, gulbahorim siz mening. Bola bilan ishlash baxti, shon sharafi saodat, saodatli kasbdoshim. Oltin gavharim siz mening. Men lafzi ila sizni vasf etishni xush ko'rdim. Aslida xalq izhoridir mazkur duoyim mening. Sizni duo qilishlik bot xalqning ezgu niyatim. Sizga so'zni xalqdan ter degan xudoyim mening. Siz bois o'qituvchining mehnatin aytib oldim. O'qituvchi sog' bo'lsin, ma'naviy boyim mening. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. O'qituvchi sog' bo'lsin, ma'naviy boyim mening. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.